Bu nima haqida video desangiz, kredit tarixi va kredit tarixini olishga taqiq qo'yish hamda, nima deydi, hop, yana добавочный unga qo'shimcha ravishda kredit shartnomasini tuzishga taqiq qo'yish degan ushbu ikkita jarayonni ko'rib chiqamiz. Bu nimaga kerak desa, hozir so'nggi, hop, mana bu, hop, taxminan 15 millionga yaqin O'zbekiston fuqarolarining ma'lumotlar bazasi o'sha Darknetga chiqib ketganligi haqida hammaning xabari bor. Bu o'z ehtiyotkorligingiz uchun kerak bo'ladigan jarayon. Agarda ushbu video bilan birgalikda ko'rib, kuzatgan holatda ushbu ikkita jarayonga taqiq qo'yib qo'ysangiz, har holda ehtimolga qarshi xavfsizlik bo'ladi, biroz bo'lsa-da. Xo'p, unda ko'rib chiqamiz. Xo'p, mana bu yerda yuqorida, bu yerdan qidirib ko'ramiz. Mana kredit deb poiskda yozsangiz chiqishi kerak edi. Hozir mana ko'rinib turgandek, mana shu kredit bitimini tuzishga taqiq qo'yish yoki uni olib tashlash degan jarayon bo'ladi. Bittasi, aytganlarimdan bittasi. Xo'p, buni ustiga bosib olsangiz ichiga kiradi. Xo'p, kredit bitimini tuzishga taqiq qo'yish yoki taqiqni olib tashlash, xizmatdan foydalanish, xizmat narxi. Bu xizmat bepul. Xo'p, xizmat ko'rsatish muddati avtomatik tarzda srazu xizmatni olish uchun kerakli hujjatlar talab etilmaydi bu. Xo'p, juda ko'pchilik asta-sekinlik bilan bo'lsa ham tushunib yetgan holatda, nima desa bo'ladi, taqiqni qo'yishyapti. Xizmatdan foydalanish tugmasi ustiga bosamiz. Mana shunday oyna ochiladi sizda ham. Xo'p, shu yer ochilgandan so'ng, xo'p, mana bu xizmatni o'chirish turibdi menda. Sizlarda esa bu faollashtirish, xizmatni faollashtirish degan jarayon ko'rsatib turadi va uni amalga oshmagan qayerdan bilamiz deb aytsangiz, xo'p, ko'rsatish degan bo'limini bossangiz, o'zi avtomatik ravishda holatingiz qandayligini ko'rsatib turadi. Xo'p, bizda mana 4-fevral kuni yoqib bo'lgan bir narsani va orada kimgadir ko'rsatib berish uchun o'chirib qo'yilganda o'sha kunning o'zida ekan. Keyin 26-fevral, yo'q, uzr, adashdim. Bu birinchi marta yoqilgani 2025-yil 26-noyabrda yoqilgan ekan. Xo'p, 4-fevral kuni, shu yaqinda 26-yil 4-fevral kuni buni o'chirib yoqib ko'rsatib berilgan namuna sifatida so'raganlar uchun. Xo'p, endilikda hozir qisqacha bo'lsa-da video rolik qilib berishga harakat qilaman. Xullas, xo'p, mana menda xizmat yoniq. Hozir aytib o'tganimizdek do'stlar, xizmatni o'chirish o'rnida sizda xizmatni faollashtirish turgan bo'ladi. Uni ustiga bosib, xizmatni avtomatik ravishda bepul qisqa fursatlar ichida faollashtirib qo'yishingiz mumkin. Jarayon haqida esa ko'rsatish degan knopka ustiga bossangiz, sizga holatini ko'rsatib beradi. Xo'p, mana bu yerda ushbu xizmat orqali siz o'zingizning nomingizga kredit shartnomasi tuzilishini cheklashingiz yoki avval joriy etilgan cheklovni bekor qilishingiz mumkin. Bu kredit olish jarayonini nazorat qilish va firibgarlikning oldini olishga yordam beradi. Qo'shimcha foydali xizmatlar, kredit tarixini olishga cheklov o'rnatish, kredit tarixini olish bo'yicha SMS xabarnoma xizmatini yoqish, kredit tarixi to'g'risida ma'lumotnoma berish. Xo'p, bu haqida ham hozir to'xtalib o'tamiz, faqat u boshqa, boshqa ilova orqali qilinadi. Hozircha, xo'p, bu yerdan chiqamiz. Xo'p, bittasini ko'rib chiqdik. Videoni to'xtatib turamiz. Xo'p do'stlar, videoni davomini shu yerdan ko'rsatib kirib boramiz. Xo'p, Katim degan ilova bor. Platforma deyish ham mumkin buni. Xo'p, buni Play Marketdan ham tortib olsangiz bo'ladi. Bu bilan birgalikda yana xo'p, soliq ilovadan ham qilsa bo'ladi, adashmasam. Uni ham ko'rsatib qo'yaman u yerdan ham. Xo'p, kredit tarixini olish mumkin. Xo'p, sizlarga aytgan joyim mana bu Frezi va SMS xabarnoma degan joyi. Xo'p, Frezi funksiyasi mana kredit tarixi olinishini cheklash xizmati. Bu asosan shu. Xo'p,
Bu xizmat, men o'sha yoqqa faollashtirgan sanam 14-dekabr 2024-yilda buni faollashtirib qo'yganman. Bundan so'ng o'sha o'zimni kreditga shaxsan, nima deydi, qarashlarim to'g'ri kelmaganligi sababli buni o'sha allaqachonlar faollashtirib qo'yib, taqiq qo'yib qo'yganman. Xo'p, hozirda esa bu xizmat ayni paytda pullik. Xizmat narxi bahamining bazaviy hisoblash miqdorining 0,03 barobarida QQSsiz, ya'ni qo'shimcha qiymat solig'isiz to'laysiz. Bu taxminan 13 ming so'm atrofida pul bo'ladi narxi. Xo'p, bu yerdan mana bu SMS xabarnoma xizmatini ham faollashtirib qo'yish mumkin raqam kiritgan holatda. Xo'p, yoqib qo'yasiz faollashtirgandan so'ng. Xo'p, bu kerak bo'ladi. Xo'p, kreditga taqiq. Mana bu o'sha boyagi joyda ko'rgan joyimiz MyGov.uz orqali kirilgandagi yoqib qo'yilgan joyning namuna shakli faollashtirilgan 26-chisla 11-oy, ya'ni noyabr va 2025-yil. Xo'p. Shu xullas do'stlar, asosiy aytmoqchi bo'lganimiz, albatta e'tiborsiz qoldirmagan holatda o'z kredit tarixingizni olishga va kredit shartnomasini rasmiylashtirishga taqiq qo'yib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Bu o'zingizning foydangiz uchun bu narsa asosan. Xo'p, kredit tarixi hop. Xo'sh. Hop.